Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan beginnerlar uchun degan loyihamizning davomini davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz imperativ bo'ladi. Imperativ bu nima degani? Ko'pincha imperativ buyruq gap deb tarjima qilinadi o'zbek tiliga. Kelinglar imperativ haqida ko'rib chiqsak. Imperativ bu tarjimasi ko'p bo'lgan, beginnerlar uchun qiyin mavzudek ko'rinsa ham aslida oson bo'lgan mavzularimizdan biri. U quyidagi hollarda va ma'nolarda ishlatilinadi. 1. Masalan, buyruq bersak. Listen to me and write your topic. Meni eshit va mavzuyingni yoz. Topic degani bu ingliz tilida mavzu degani. Keling endi ikkinchisi iltimos qilsak. Please open the window. Iltimos oynani och degani. Uchinchisi taklif bersak. Masalan, bu paytda biz let's so'zi bilan, ya'ni ibora bilan beramiz, taklif bermoqchi bo'lsak, qachonki taklif bersak. Masalan, let's go to a street. Keling ko'chaga chiqamiz yoki let's go to cinema. Keling kinoteatrga boramiz deb taklif beramiz yoki to'rtinchisi bu qachonki biz taqiq qo'ysak, ya'ni man qilib qo'ysak biron narsani. Masalan, don't write this letter. Bu xatni yozma. Yoki buni ko'pincha jamoat joylarida masalan don't smoke deydi, ya'ni chakma degani yoki chakilmasin deb taqiq qo'yiladi. Ko'pincha shunaqa ma'nolarda keladi, ammo imperativ bu buyruq. Bugungi videomiz shu joyda tugaydi. Rahmat e'tibor uchun. Agar mavzuni tushungan bo'lsangiz, kommentariyada o'zingiz yoqtirgan xossaga bittadan gap yozing. Bu sizga ham, bizga ham yaxshi.